conjunctionlarni, ya'ni bog'lovchilarni davom ettiramiz va bugun concession clause, ya'ni unexpected result clauseslar haqida gaplashamiz. Bu kutilmagan natijani bildiruvchi va kutilmagan natijani ifodalash uchun ishlatiladigan bog'lovchilar hisoblanadi. Bular also, birinchisi, ikkinchisi even though, uchinchisi though va to'rtinchisi despite, beshinchisi in spite of. Bu beshtasini hammasi bir xil ma'noni, ya'ni ga qaramasdan degan ma'noni bildiradi, lekin ishlatilishida grammatika jihatdan bir qancha farqlar bor. Ularni ko'rib o'tib ketamiz. Birinchisi although boshlaydigan bo'lsak, although dan keyin har doim gap ishlatiladi, ya'ni sentence ishlatiladi va qachon ishlatilishi sharti although concession clause ni bildiradi va ikkita idea orasidagi farqni ifodalab beradi. Ya'ni ikkita ikki xil ideyani birlashtirish uchun ishlatiladi. Xuddi while ga o'xshab, faqat while dan bitta farqi bu unexpected result ni beradi, ya'ni kutilmagan natijani beradi. Example ga o'tadigan bo'lsak, although he was late, he still managed to catch the train. U kech qolishiga qaramasdan u uddaladi poyezdga uspet qilishga. Ya'ni uni kech qolganligi ta'sir qilmadi poyezdga uspet qilishiga yoki qilmasligiga. Baribir ham u uspet qildi kech qolishiga qaramasdan. Demak, bu yerda kutilmagan rezultat, u kech qolganligi uchun aslida u poyezdga uspet qilmasligi kerak edi, lekin u uddaladi. Shuning uchun although ishlatildi bu sentenceda. Endi buni boshqacharoq yozsa ham bo'lardi. U kech, for example, he was late but he still managed to catch the train. Ya'ni u kech qolgandi, lekin baribir ham u poyezdga uspet qilgandi, ya'ni poyezdga uspet qildi. Bu yerda but ikkita qarama-qarshi narsani, contrast ideyasini bog'lash uchun ishlatilyapti. Bu although da xuddi shu funksiya ham bor. Although demak, ikkita qarama-qarshi gapni bir-biriga bog'lab beradi. Shuningdek, ularda kutilmagan natija bo'lishi kerak, bo'lmasa while ishlatishimizga to'g'ri keladi. While to'g'riroq hisoblanadi. Ikkinchisi even though ga o'tadigan bo'lsak, even though is similar to although but emphasizes contrast more strongly. Even though although ga o'xshaydi, lekin kontrastni, ya'ni har xillikni yana ham kuchliroq qilib ifodalab beradi. Ya'ni bo'rttirib ifodalab beradi even though. For example, even though she was tired, she stayed up to finish her homework. U charchagan bo'lishiga qaramasdan uy ishlarini tugatib qo'yish uchun tura oldi, ya'ni u tashab qo'ymadi uy ishlarini tugatib qo'yish uchun va yotmadi u. Uy ishlarini tugatib qo'ydi, charchagan bo'lishiga qaramasdan. Demak, uni charchaganligini bo'rttirib turib aytildi. Shunga qaramasdan u uy ishlarini tugatib qo'ydi. Endi buni boshqacharoq yozsa ham bo'lardi. O'sha but bilan berilgan exampleda ko'ra olishimiz mumkin bo'ladi. Though ga o'tadigan bo'lsak, bu ko'proq informal speechlarda ishlatiladi, lekin buni ham biz although va even though ga ekvivalent qilib ishlatsak bo'ladi. Though is more informal and can be used interchangeably with although. It can also be placed at the end of the sentence. Though degan bog'lovchi ko'proq informal hisoblanadi va although bilan almashtirib ishlatsak bo'ladi uni bemalol. Gapni oxirida ishlatsak ham bo'ladi though ni. For example, though it was expensive, she decided to buy the dress. Qimmat bo'lishiga qaramasdan u bu ko'ylakni sotib olishga qaror qildi. Ya'ni qimmat bo'lishi, ko'ylakning qimmat bo'lganligi ta'sir qilmadi uni sotib olmasligiga. Ya'ni u shunga qaramasdan ko'ylakni sotib oldi. Demak, bu tushunayotgan bo'lsak, oddiy ikkita qarama-qarshi gapni bog'lamayapti bu bog'lovchilar, xuddiki while, as larga o'xshab. Bular kutilmagan rezultatni bildirganligi uchun ham qarama-qarshi bo'lib, ham kutilmagan rezultatni bildirganligi uchun bir-biriga bog'lashda ishlatiladi. Hozir mana ko'rganimizdek, ko'ylakning qimmat bo'lganligi uni sotib olishiga ta'sir qilmadi. Ya'ni ko'ylak qimmat bo'lishiga qaramasdan u sotib olishga qaror qildi. Shunga qaramasdan bu yerda muhim hisoblanadi. Endi zona gapning oxirida berilgan varianti it was expensive. She decided to buy the dress though. Bu kamroq ishlatiladi va ishlatishga qiyinroq hisoblanadi, lekin o'rgan olsak buni ham ishlatib ketsak bo'ladi. Endi xuddi shu although va even though bilan bir xil ma'noni bildirgan, lekin grammatik jihatdan ishlatilishi farq qiladigan despite va in spite of haqida gaplashamiz. Ko'pchilik despite va in spite of ishlatishda eng ko'p xato qiladigan joyi bu ulardan keyin ishlatiladigan so'zga bog'liq. Masalan, despite is followed by a noun, pronoun or gerund.
and is used to show contrast. Demak, despite dan keyin biz ishlata olamiz faqatgina nounni, pronounni va gerundni, ya'ni verb ingni. Biz ishlata olmaymiz to'liq sentence'ni, ya'ni subject plus verb plus object ishlata olmaymiz va ko'pchilik shu yerda xato qiladi. Unlike also'ga o'xshamagan tarzda bu full clause bilan kelmaydi umuman, ya'ni to'liq gap bilan kelmaydi. Also'dan keyin biz to'liq gap, ya'ni subject, verb, object ishlatsak bo'lardi, lekin despite dan keyin ishlata olmaymiz. Faqat noun, pronoun va gerund berishimiz kerak bo'ladi. Masalan, for example, despite the heavy rain, the match continued. Ya'ni qattiq yomg'irga qaramasdan o'yin davom etdi. Ya'ni heavy rain bu yerda noun form hisoblanadi, adjective plus noun hisoblanadi. Bu yerda hech qanaqa verb yo'q agar ko'radigan bo'lsak, va bu despite shu ga qaramasdan degan ma'noni bildiryapti va bu yerda demak o'sha qattiq yomg'irga qaramasdan match davom etdi degan, ya'ni o'yin davom etdi degan tarjima chiqib keldi. Despite dan keyin gap ishlatilmadi ko'radigan bo'lsak. Endi boshqatdan buni yozadigan bo'lsak, the match continued despite the heavy rain. Ya'ni despite bilan berilgan gapni biz gapning ikkinchi qismiga olib qo'ysak ham bo'ladi. Bemalol buni hech qanaqa farqi yo'q. Mana bu yerdagi o'zgarishga qaraydigan bo'lsak, despite bilan yozilgan gapni oxiriga o'tib qolgan. Mana bu yerda the match continued despite the heavy rain. In spite of ga keladigan bo'lsak, in spite of ham despite bilan absolutely bir xil hisoblanadi, deyarli farqi yo'q. Bundan keyin ham biz ishlatishimiz kerak noun, pronoun va gerund. Hop, in spite of works similarly to despite and is also followed by noun, pronoun and gerund. Ya'ni in spite of despite ga o'xshash tarzda ishlaydi va undan keyin noun, pronoun, gerund ishlatish kerak bo'ladi. For example, in spite of the difficulties, ya'ni qiyinchiliklarga qaramasdan, they completed the project on time. U proyektni vaqtida tugatdi. Ya'ni qiyinchiliklar to'siq bo'lmadi uni proyektni vaqtida tugatishiga. Ya'ni in spite of bilan berilgan gap bizda kutilmagan rezultatni ko'rsatish uchun ishlatilyapti va in spite of dan keyin ko'rgan bo'lsak faqat noun ishlatdik, sentence ishlatib bo'lmaydi. Va xuddi shunday bu biz hozir ishlatgan in spite of gapni oxirida ham ishlatsak bo'ladi. Masalan, gapni o'rnini almashtirib qo'yib turib, bu gapni bundan oxiriga o'tkazib turib. For example, they completed the project on time, ya'ni proyektni ular vaqtida tugatdi, qiyinchiliklarga qaramasdan. Xo'p, farq nima bo'ldi bu yerda? Farq in spite of va despite lar gapni boshida ishlatiladigan bo'lsa, o'rtada ikkita gaplar vergul bilan ajratiladi. Agar ular gapni ikkinchi qismida keladigan bo'lsa, o'rtada hech qanaqa vergul qo'yilmaydi umuman. Xo'p, demak xulosa qiladigan bo'lsak, biz bu narsani xulosa qiladigan bo'lsak, общий hozir gaplashgan narsalarimizni although va even though bular kontrastni bildirar ekan, ya'ni qarama-qarshilikni bildirar ekan ikkita gap o'rtasidagi va ulardan keyin har doim biz ishlatishimiz kerak ekan subject plus verb, ya'ni sentence, subject plus verb plus object. Hop, though haqida gaplashdik. Although va even though o'xshaydi, faqat bu ko'proq informal holatda ishlatiladi. Endi uchinchisi despite va in spite of, bular although va even though bilan bir xil bemalol almashtirib ishlatsak bo'ladi, lekin bularni ishlatayotgan paytimizda ulardan keyin nounlar va gerundlar ishlatishimiz kerak bo'ladi. Subject plus verb yoza olmaymiz umuman. Buni yozish mumkin bo'lmaydi. Bitta farq shu, demak, unexpected result clauseslar shular hisoblanadi va ishlatilishini hozir ko'rib chiqdik.